Assalomu alaykum. Ko'pchilik telefon qilyapti, yozyapti, xavotir olyapti. Men har bittasiga javob bera olmayman. Endi vaziyat haqida menimcha yetarli ma'lumotlar bor. O'sha kuni Sabrina bilan ko'rishdik, onasi bilan ko'rishdik. Shok ma'lumotlar ham oldik. Va hozirgacha ko'p ma'lumotlar chiqyapti. Kim nima, qanaqa nima bo'lgan. Ular bilan qonuniy gaplashamiz albatta. Lekin hozir bu narsani o'rni emas. Hozir Sabrina Turkiyaga ketgan. Ertaga klinikalar, 2-3 klinika bilan ko'rishadi. Обследование qiladi, o'ziga yoqqan klinikada operatsiya qiladi. Bu haqda ma'lumot yetkazib turishadi. Hozircha shu. Esalomon bor, duodamiz. Tekshiruvlardan o't. Nodir opa, duodamiz. Ozod opam ham duoda bo'lsinlar. Endi buyog'iga qo'llab o'ringlar endi. Xudo xolasa, erkinsa berdim-da. Bu normalniy rasxodek, keyin tekshiruvdan o'tgandan keyin, hech bir qanaqa bo'lgandan keyin biz ham hissamizni qo'shamiz. Xo'p? Rahmat, xo'p. Rahmat, yaxshi boringlar. Xo'p. Vohinaxon